Voy maşallah. Hammaga nasib qilsin ilohim. Mana shunaqa rossiyskiylarni, zo'rlarni. Assalomu alaykum, Chorva Master kanali hurmatli obunachilari. Bugungi videomiz o'zimizni mini fermamizdan bo'ladi. Yangi ochildi aka-ukalar bu kanalimiz. Xudo xolasa podeshga qilib turasizlar. Bittadan laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizni rivoji uchun hissa qo'shib turasizlar. Har kuni xudo xolasa mana shunaqa zo'rlaridan video qilib chiqarib berib turamiz obunachilarga. Dastavkalar xudo xolasa vodiy bo'ylab aytilgan narxlar ichida qilib beramiz. Uzoqlarga ham iloji bor. Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasi bo'ylab dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Ishqibozlar telefon qilaveradi, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qanaqa moldan kerak bo'lsa, yo'qsanglar Telegramda skrinshot qilib tashlab yuborsanglar, biz video qilib tashlab beramiz. Kelishtirib narxlarni yo'lida qilib beramiz ishqibozlariga. Mana rossiyskiyda cho'rni byostralar vashi go'zallari. Katta bo'yi ham. Ikkinchi, uchinchi qorinlar. Mollarni zo'ri. Nima deyapti mana joning sog' bo'lgur. O'ta yapalag'ida. Mana bular 9-oyga o'tyapti bu mollar. Idish tashlashni boshladi. Janavor, joning sog' bo'lgur. Aloqaga chiqaverasizlar, ishqibozlar. Endi narxlari 35 milliondan boshlanadi, narxlar ketaveradi. Xudo xolasa. Narxlari 35 milliondan mollarimiz boshlanadi. Ketaveradi. Endi narxlarni hozir aytganimiz bilan mollar serob. Menga bunaqa mol kerak, bunaqa zotli desanglar biz video qilib tashlab beraveramiz mana semental ishqibozlariga. Shu molni karabili, katta narsa o'zi ham. Belni qaranglar mana. Xudo xolasa 25 ta 30 ta sut qoyillatadi mana shu mollar. Mana. Mana shu mol ham hazil mol bas. Joning sog' bo'y. Idish solganda hazil yelin solmaydi bu. Mana. Sigir deganlarga sigirlar ham bor. Mana joning sog' bo'lgunlar suvlarini ichishi mana. Bir molxonani ham obzorini qilib beramiz xudo xolasa mana. Suvlarni ichaveradi, kelaveradi o'zi. Bu mollar ham 8-oyga o'tdi. Baytda eng kechkisi ham hozir 7 oydan o'tib qoldi, 7,5 oylik shunaqa mollar. Mana qora marvari deganiga joning sog' bo'lgan. Mana shu mol ham o'ta go'zal mol. Idishni boshladi bu ham. Sifatga qaranglar buni. Voy maşallah jonim sog' bo'lgur. To'ni ham boshqacha qorada buniki, yaltiroq qoralarni. Mana rossiyskiyda shoqi ham jonivordi o'zi bir jahon. Mana soskalari ham 4 ta joyda juda kelishgan bu. Ikkinchi, uchinchi qorinlar mollarimiz. Birinchi qorinlar bizga pashti yo'q hozir. Mana. Yapalag'idan so'raganlar, ya'ni baliq eti, cho'joni bo'lsa. Idish so'yganda qoqvoradi mana shu mollar. Endi bizda bo'g'oz keladi. Bo'g'ozlarni xudo xolasa tug'dirib 2 oy, 3 oy, 5 oy, 6 oy ham turadiganlari bor. Tug'dirib sotiladi aka-ukalar.
hali bizda sinovdan o'tganda kecha kelib bugun sotilib ketayotgan mollar bas. Mana rossiyskiy mana shu mol ham hazil mol bas uni. Mana shvet ishqibozlari. Soskalari ham to'rtta joyda 8 oyga rosa to'ldi mana shu mol. Mana yapalag'ida. Mana to'qol ishqibozlariga kashtan shvet. 15 kun 20 kunlik qoldi xudo xolasa. Buni ham o'ta baliq mol shu ham. Mana Qirg'iziston parodalaridan, shvedlardan. Soskalari ham to'rtta joyda joning sog' bo'lgan. Shoxlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Aloqaga chiqaverasizlar, hamma mollardan topamiz xudo xolasa. Shvet ishqibozlariga mana. Cho'janovo. Nima deyapti bu shalvari? Sementallarni ham qochirib yuborayotgan idish. Mana tayi. Soskalar. Shvesimiz mana. Bu shu birer haftalik qoldi. Tayyor o'zi bu. Joning sog' bo'lgur. Shvets karabili mana. Sakkiz oyga to'ldi. Aşı bolan mehnatçini yaptı bu mollarga akalar. Nima qilishsa Mustafa? Lakilarni bosib tavsiyasi bor, mollar sotib olamiz. Mana shu bunaqa bosib qo'yasiz. Mana shu bolani ko'ryapsizlar mana. Endi qo'ldan kelgancha video qilyapmiz. Biz professional emasmiz, sekin-sekin o'rganyapmiz-da aka-ukalar. Kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani qalin postonida. Bo'zayxonamiz mana. Sigirlarimiz kecha kuni 10 tacha sigir sotildi. Bo'zaylarimiz oz qoldi. Tug'adi yana 10 ga kelaveradi akalar. Hajjanavor, sementalcha. Aloqaga chiqaveradi ishqibozlar. Qisqagina video qilyapmiz aka-ukalar. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlab chorva ishqibozlariga tarqatib turasizlar endi shu videolarimiz. Xudo xolasa unib o'sib shu kanalni rivojlantiraylik aka-ukalar. Mana molxonamiz ham obzorlarni qilib beramiz hademay xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.